$45,000 ga har bir kvadrat $300 dan 3 qavatli novostroyka borligiga ishonasizmi? Bu yoqda mana kirish eshigimiz bo'ladi. Kirishimiz bilan o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, kuxnya qismimizda yaxshigina o'lchamda akalar xonadonimizni 1, 2 va mansarda bilan 3 qavatdan iborat bo'ladi. O'ng tomondan mana tepaga chiqish zinamiz, zinaning tagidan ham kladovka sifatida foydalanish imkoniyati bor. Bu yoqda mana birinchi qavat uchun sanuzil qismimiz bo'ladi. Patologlarimiz ham 3,5 metr pashti. Bu yoqda mana zal qismimiz, buni ham yaxshi o'lchamda tashqari qaragan eshiklari bor. Ikkinchi qavatga chiqib ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, sanuzil ikkinchi qavat uchun to'pil pora kollektorlari qo'yilgan va uning yonida bolalar yotoqxonasi, tashqari qaragan oynalari bor. Patologlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Kvadraturasi 150 kvadrat bo'ladi. Общий 3 etajli kvadrati 150 kvadrat va chap tomonda bolalar yotoqxonasi, qizlar va o'g'il bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda mana yana bitta xonamizni ota-onalar yotoqxonasi qilsangiz bo'ladi. Tashqari qaragan derazalari bor. Yaxshigina o'lchamda 3-qavatga chiqib ko'rib chiqamiz endi. 3-qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizning mansarda qismimiz bo'ladi. Tepalar utublit qilingan. Issiq sovuqlar o'tmaydi. O'ng tomonda mana birinchi xonamiz, bu ya'ni 3-qavatimiz hisoblanadi. Chap tomonda mana yana bitta xonamiz. Umumiy hisobda xonadonimiz 150 kvadrat va 6 ta xonadan iborat bo'ladi. Tashqarini chiqib ko'rib chiqamiz. Tashqari tomonimizdan ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa 2 qavatli kottejlar qarama-qarshi qurilgan holatda bo'ladi. Xonadonimiz 3 qavatdan iborat, 150 kvadrat, 2 ta sanuzil va 6 ta xonadan iborat bo'ladi akalar. Xonadonimizning joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Zangiota tumani Yosh Lelinch deydi. Tepada Ibn Sino bozor, Taxta bozori bilganlar biladi. Shu rovna Taxta bozoridan uyimizgacha 3 kilometr oralig'ida chiqdi. Akalar, uyimizni как shpargalka sifatida ko'rsatdim. Bu xonadonimizdan 60 ming so'rayapti egalari. Bizning xonadonimizni korobka holatda turibdi 45 ming. Dokumentlardan muammo yo'q, kadastrlari chiqqan, bir kunda nomingizga o'tadi. Kelishadigan joy bor. Qiziqqanlar bo'lsa pastga nomer qoldiraman, telefon qilinglar, kelishtirib beramiz. Bosinglar.